Barchangizga assalomu alaykum. Jasurbek Jo'rayev kanalining obunachilari va bizni kuzatib turgan tomoshabinlar. Akalar, ushbu dasturimizni boshdan oxirigacha o'tkazmagan holatda tomosha qiling, chunki biz ushbu dasturimizda har xil turdagi sotiladigan texnikalarni obzor qilib o'tamiz. Videomizni qo'llab-quvvatlash sifatida esa bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyada o'zingizga kerakli bo'lgan texnikaning nomini yozib qoldiring. Agarda reklama xizmatlari bo'lsa, sizda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, marhamat reklama uchun deb qo'yilgan raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'lansangiz, o'z texnikangizni tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Biz esa ushbu dasturimizni uzoq cho'zmagan holatda boshladik. Birinchi sotuvga qo'yilgan texnikamiz akalar, mana shu ekranda ko'rib turgan traktorimiz srochni sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamiz 2017-yilda ishlab chiqarilgan. 3800 motochasi ishlagan deb aytib o'tmoqdalar. Ushbu texnikamiz Samarqand viloyatining Oqdaryo tumanida ekan. Texnikamiz zavodskoy holatda turibdi, hech qayeri ochilmagan, soz holatda olasiz va haydaysiz. Qo'shimchasiga agregatlari bor deb aytib o'tmoqdalar. Kultivatsiya va o'ziga qo'yilgan agregati qo'shib beriladi. Texnikamizning narxi esa 130 million so'm, yana kami bor, manzil Samarqandda. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa mana shu ekranda ko'rib turgan traktorimiz srochni sotuvga qo'yilgan akalar. Ushbu texnikamiz Belarus 1523 traktori. Ushbu texnikamiz 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Korobkasi ochilmagan, motori yaqinda remont bo'lgan deb aytib o'tmoqdalar. Statorda yonadi, dokumentlari ham bor. Ushbu traktorimizning narxi esa 220 million so'm, yana kelishiladigan joyi bor. Ushbu texnikamiz esa Buxoro viloyati Jondor tumanida ekan. Marhamat, texnikamiz qiziq bo'lsa, akamiz raqamlari ekranda qoldirganmiz. O'sha raqamlarga qo'ng'iroq qilib, qolgan ma'lumotlarni ham bilib oling. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa akalar 48 million so'mga press-podborshik ko'rganmisiz? Ushbu press-podborshikimiz sizlar uchun. Press-podborshikimizning holati a'lo darajada, bemalol olib ishlatsangiz bo'ladi akalar. Hech qanday kamchilik va rasxotli joylari yo'q deyishmoqda. Texnikamiz bemalol borib ko'rib, tekshirib ko'rib olishingiz mumkin. Press-podborshikimizning narxini pul zarurlik uchun srochni sotishmoqda. Ushbu texnikamizning narxi bo'lishi 48 million so'm, o'tib bermayman boshqa deyishmoqda. Juda ham arzon variant, manzil Farg'onada. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa marhamat. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa mana shu ekranda ko'rib turgan Xinta 304 mini traktorimiz sotiladi akalar. Ushbu texnikamizning holatini aytib o'taman. Texnikamiz 30 ot kuchiga ega. Traktorimizning holati zo'r holatda. Texnikamiz soatiga 3 litr ichadi deb aytib o'tmoqdalar. Salarkada yonar ekan. Ushbu texnikamizning oldi tortadi, qo'shimcha freza va chizili bor ekan. Ushbu texnikamizning narxi esa $7600, yana kami bor, manzil Xorazmda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, bemalol akamizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Kommentariyada esa Telegram kanalimizning silkasini qoldirganmiz. Ustiga bosib Telegram kanalimizga ham qo'shilib qo'ysangiz, u yerdagi har kunlik sotiladigan texnikalarni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa mana shu ekranda ko'rib turgan T28 traktorimiz srochni sotiladi. Ushbu texnikamiz kalitda yonadi deb aytib o'tmoqdalar. Ushbu texnikamiz g'ajar holatda turibdi, zo'r holatda olasiz va haydaysiz, hech qanday kamchilik yo'q. Kalitda yonadi. Ushbu texnikamizning hamma narsasi ishlaydi. Narxini ham kelishsa bo'ladi. Narxi $1100, manzil Navoiyda. Eslatib o'tamiz akalar, videomizni qo'llab-quvvatlash sifatida bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyada o'zingizga kerakli bo'lgan texnikaning nomini yozib qoldiring. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa Lovia Duco Fasol Combine sotuvga qo'yilgan akalar. Ushbu texnikamizning holati ideal darajada. Kattaligi 1200 lik deb aytib o'tmoqdalar. Bochka sindirmaydi. Lovia karchopka ham sotiladi. Ushbu texnikamiz 70-75 lik qatorliga ham tushadi. Narxi esa 25 million so'm, manzil Samarqandda. Ushbu texnikamiz qiziq bo'lsa, akamizga qo'ng'iroq qiling. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa mana shu ekranda ko'rib turgan T25 traktorimiz pat-pat srochni sotiladi akalar. O'tgan safargi dasturimizda T25 traktor so'ragan akalarimiz bordi. Ushbu texnikamiz sizlar uchun. Texnikamiz yaxshi holatda deyishmoqda. Akkumulyator statorlari ham, vallari ham yangi holatda, motor korobkalari remont bo'lgan. Agar xohlovchilar bo'lsa, zavodskoy ikkita ballonlik teleskasi ham bor deb aytib o'tmoqdalar. Alohida sotiladi u. T25 traktorimizning narxi esa 30 million so'm. Yana bir sotiladigan texnikamiz T25 traktorimiz sotiladi akalar. Ushbu texnikamiz yurib turibdi. Korobkasi yaqinda remont bo'lgan, motorlari moy yemaydi. Yangi akkumulyator, yangi stator, chizil pluglar bilan birga qo'sh sotiladi. Dokumentlari ham bor. 1990-yilda ishlab chiqarilgan. Narxi esa 42 million so'm, yana kelishiladigan joyi bor. Ushbu texnikamiz Xorazmda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa marhamat. Agarda sizda ham xuddi shunaqa sotiladigan texnikalar bo'lsa, marhamat videoni boshiga o'tsangiz, reklama xizmati deb o'zimiz raqamlarimiz qo'yganmiz. Biz bilan bog'lansangiz, o'z texnikangizni tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa T25 traktori sotiladi. Ushbu texnikamizning holati
ideal darajada. Kamchiligi yo'q deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamiz ishga tayyor holatda turibdi. Dokumentlari ham joyida. Gektariga 20 ta yeydi deb aytib o'tishmoqdalar. Oladigan odam bo'lsa kelishamiz deb qo'yibdilar. Akamizning manzillari Toshkentda ekan. Narxi esa $3000. Akamiz aytib o'tganlaridek yana kelishadigan joyi bor. Qolgan ma'lumotlar uchun akamiz raqamlari ekranda turibdi. Qo'ng'iroq qiling, batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa TTD80.11 traktor izlab yurgan akalarimiz uchun ushbu texnikamiz sotiladi. Texnikamiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Base dokument deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamizning hammasi so'z holatda, motor korobkalari zo'r holatda, bitta kalitda yuradi. Texnikamizning qolgan ma'lumotlarni telefonda beriladi deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu traktorimizning narxi esa 25 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor. Texnikamiz Toshkentda. Marhamat, ushbu traktorimiz sizlarga qiziq bo'lsa, akamizga qo'ng'iroq qilib qolgan ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa Yumzi Belarus 80 traktorimiz sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamizga motor qo'yilgan deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimizning holati yaxshi holatda yurib turibdi deb aytib o'tishmoqdalar. Bemalol olib o'zingiz ishingizda ishlatishingiz mumkin. Ushbu texnikamizning narxi esa 30 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor. Manzil Jizzaxda. Agarda ushbu texnikamiz sizlarga qiziq bo'lsa, akamiz raqamlari ekranda turibdi. Bemalol qo'ng'iroq qiling, batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Eslatib o'tamiz, bizni qilayotgan mehnatimizni baholash sifatida bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Ertangi darslarimiz ham o'tkazib yubormasdan ko'rish imkoniyatiga ega bo'ling akalar. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa ushbu ekranda ko'rib turgan Belarus MTZ80 traktorimiz srochdan sotiladi. Ushbu texnikamizning holati yaxshi holatda deyishmoqda. Plugi, chizili tilishkasi bilan birga komplekt holatda sotuvga qo'yilgan. Komplekt holatdagi narxi esa 70 million so'm. Yana o'z-moz kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz Samarqandda. Traktorimiz qiziq bo'lsa, bemalol akamizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa Diska Barana izlab yurgan akalarimiz uchun ushbu texnikamiz sizlar uchun akalar. Texnikamiz zo'r holatda deb aytib o'tishmoqdalar. Ishga tayyor holatda. Diska Barana qatoriga 7 tadan, diska soni 28 ta deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu texnikamiz ishga tayyor holatda ishlab yurganmiz deb aytib o'tishmoqdalar. Olasiz-u ishlatasiz akalar. Ushbu texnikamizning kamchilik va rasxotli joylari yo'q. Narxi 33 million so'm. Manzil Toshkentda. Qiziqganlar bo'lsa marhamat. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa T28 traktori srochdan sotiladi. Ushbu texnikamizning korobka qismi ochilmagan, ishga deyarli tayyor holatda texnikamizni bemalol olib ishlatishingiz mumkin. Ushbu traktorimizga 15 million so'm so'rashmoqda, balki yana oz-moz kelishadigan joyi bordir. Buni bilish uchun albatta akamizga qo'ng'iroq qilishingiz kerak. Texnikamiz esa Samarqandda turibdi. Bemalol qo'ng'iroq qiling, akamiz bilan bog'laning, batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling akalar. Kommentariyada Telegram kanalimizning ssilkasini qoldirganmiz. Agarda ustiga bosib kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ysangiz akalar, u yerdagi Telegramdagi sotiladigan texnikalarni ham har kun zo'r-zo'rlardan tomosha qilib borishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa Magnum 8940 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz 1999-yilda ishlab chiqarilgan. Holat yaxshi holatda, motor korobkalari qilingan deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamizning konditsioneri ham ishlaydi, peridoklari ishlaydi, radiator hammasi yangi holatda. Texnikamizni olasiz va ishlatasiz. Ushbu traktorimizga 220 million so'm so'rashmoqda. Yana kelishadigan joyi bor. Manzil Toshkentda. Texnikamizni ko'ring, o'zingizga ma'qul kelsa sotib oling.